Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun Excel'da 38 darsimiz, ya'ni gipersilka yaratish. Bu bo'yicha menga savollar kelgan edi, ya'ni gipersilka yaratishni Excel'da o'rgating degan. Bu bo'yicha gipersilka bo'yicha PowerPoint'da darsim bor, lekin Excel'da qilmagan ekanman. Excel o'rganuvchilar uchun ham juda foydali bo'ladi deb umid qilaman. Juda qiziq darsimiz. Kuzatib boring. Kanalga obuna, like esdan chiqmasin. Xo'p, qani ketdik. Men mana Excel 38 dars degan bitta fayl ochib oldim. Bu faylimni e'tibor bering mana. 7 ta turli xil jadvallarni ochib chiqdim. Bu 7 ta jadvalni darslari kanalda qo'yilgan. Ya'ni Excel 38 darsga yetib kelgan bo'lsa, 38 darsgacha bu jadvallar ishlangan edi. Ya'ni bu jadvallarda ishlash o'rgatilingan. Ho'p, endi qarang, men bu yerga yangi list ochib olaman. Yangi list va men nima qilmoqchiman? Mana shu birinchi list 13 deb turibdi. Shuni mana bosh sahifa deb bossak, shu bosh sahifani men qilmoqchiman hammasini bitta joyga yig'ishmam. Ya'ni bosh sahifada mana qolgan jadvallarni aynan mana bunaqa ko'rinishda o'tib yurmasdan mana shu yerga knopka button ko'rinishida yig'ish, gipersilka berib chiqish. Ya'ni bu joyda 7 ta emas, masalan 70 ta yoki 50 ta ham bo'lishi mumkin. Siz 50 taning ichida buni yo'qotib qo'yasiz. Qidirib yurishingiz kerak. Lekin sahifa ishingiz ko'payadi. Shuni bosh sahifaga terib chiqish. Ya'ni yozaman mana birinchi jadval. Xo'p, bunaqa jadvallar menda hozircha 7 ta. Ну, mana ikkinchi jadval. Hop, 3, 4, 5, 6 va 7. Mana 7 ta jadvalim bor. Ularga gipersilka berish. Bu uchun birinchi jadvalga mishkani o'ng tomonini bosasiz. Mana silka turibdi. Bu PowerPoint'larda vstavka bo'limida mana silka mana bu joyda ham bor. Excel'da mana shunaqa ishlasangiz ham bo'ladi. Ya'ni vstavkaga kirib, mana bu silkaga kirishsada mana shu bo'lim ochiladi. Yoki shunchaki mana bu birinchi jadval yacheykaga B2 ga mishkan o'ng tomon bosib silkaga kirsa, mana baribir shu jadval ochiladi. Shunda mana qarang. Sizda bu mana fayl veb stranasi ko'rinishida turgan bo'ladi. Siz mesta dokument qilasiz. Mana dokumentni, mana shu dokumentni turli joyiga, ya'ni mana birinchi jadvalga. Okey. Mana birinchi jadval silkaga aylandi. Endi ikkinchi jadvalga ham mishkan o'ng tomoni silka. Ikkinchi jadvalga 2 marta bosasiz. Uchinchi jadvalga silka. Uchinchi jadval. 4 ga silkani bosib, 4-jadvalni ustiga bosaman. 5-jadvalga 5-jadval silkasini qo'yaman. 6 ga silkaga kirib 6-jadval. 7 ga silkaga kirib 7-jadval. Mana 7 ta jadval qo'yildi. Bu degani mana birinchi jadvalni bosasiz, birinchi jadvalga boradi. Uchinchi jadvalni bosasiz 3 ga, 2ni bosasiz 2 ga boradi. Faqat istalgan jadvalga mana bu jadval bosish orqali boryapsiz bo'ladi. Faqat bu orqaga qaytish uchun bosh sahifa pastdan kirishimizga to'g'ri kelyapti. Shuni ham bosh sahifani ham alohida button knopkasini yaratib olishim kerak silka berib. Xo'p, mana bosh sahifa deb yozaman. Bosh sahifa qaytadan hammasida button yaratib chiqamiz. Button degani knopka degani inglizchada. Bosh sahifa va bunga mishkan o'ng tomon bosib silkaga kirib, mana bosh sahifani 2 marta bosasiz, mana ko'karadi. Ya'ni bu hozir mana birinchi bosh sahifada turib bosh sahifani bosib ishlamaydi, chunki shuni o'zida turibsiz. Masalan 7-jadvalga mana bosh sahifani mishkan o'ng tomon bosib kopirovat qilib mana bu yachekani A10 yachekasini kopiya qilib olaman va birinchi jadvalga bosib mana A8 ga Ctrl V stavit qilib tashlab chiqaman hamma jadvallarimga mana. A10 ga turlicha, ya'ni mana jadval oxirlariga nechiga A19 ga bo'ladi, farqi yo'q. Mana jadval oxiri bosh sahifa degan mana ko'k yacheka paydo bo'ladi har bittasida. 7-jadvalga ham mana oxiriga qo'yib oldim va qarang, mana bosh sahifa masalan 5-jadvalga bordingizmi? Bosh sahifani bosasiz, boshiga qaytadi. 7-jadval, bosh sahifa. 2-jadval, bosh sahifa. 4-jadval, bosh sahifa. Mana shu ko'rinishda bemalol bosh sahifangiz va ichidagi jadvallar bilan ishlashingiz bo'ladi. Bu masalan yillik hisobotni qilganda ham shunaqa bosh sahifa qilib olib, masalan 12 ta oylikini qo'yib chiqib, 4 ta kvartalnilar qo'yib, xohlagan kvartalga bu jadvalga bosib borish yoki xohlagan oydagiga silkani bosib borish orqali o'ziga qulay hujjat yaratasiz bo'ladi. Bu endi qarang, bu gipersilka bo'limidan ishlash. Ya'ni gipersilka bilan ishladik. Lekin gipersilkani maxsus formulasi ham bor. Buni alohida tushuntirib o'tmasam bo'lmaydi. Chunki bu faqat bo'lim bilan ish bitmaydi. Excel'da chunki formulalar bizda juda qulaylashtiradi. Qarang, birinchi gipersilkani ishlatishni zo'r yo'lini o'rgataman.
teng qo'yaman. Ruschada gipersilka deb yozishimiz kerak. Giper ссылка mana ikkinchida chiqdi. Gipersilkani ikki marta bosasiz, formula tushadi va nimani yozish kerakligini tushuntiryapti. Qarang. Adresni berishimiz kerak va nomni berishimiz kerak deyapti. Ya'ni gipersilka bu adresga yo'l, havola. Ya'ni sizni qayergadir jo'natadi. Men hozir dokument ichida yurdim. Dokument ichiga yo'l jo'natdim. Endi bu внешний ссылка ham bo'lishi mumkin. Ya'ni tashqi ссылка. Tashqariga yo'l bo'lishi ham mumkin. Ya'ni ikkita tilni lotinchaga o'tkazib, ikkita qo'sh tirnoq ichiga, masalan, https mana tashqari saytga yo'llantiramiz. https ikkita nuqta va mana bunaqa slash belgisi va 3w.youtube.com sayti va yana davomini qilish mumkin slash kuchukcha Mullajonov deb yozsam aynan meni YouTube'dagi kanalimni linki ссылкасы bo'ladi. Endi xo'p, bunaqa adres yozib olganingizdan keyin mana veb sayt yozmoqchi bo'lsangiz mana https ikki nuqta va ikkita slash qo'yib bu yoqqa sayt yozsangiz shu saytga kirishga yo'l havola bo'ladi. Va nuqta virgul qo'yib yana qo'sh tirnoq ochamiz. Qo'sh tirnoq ichiga endi bu yerga nima degan yozuv chiqishi. Masalan, YouTube kanal deb yozaman va enter. Mana YouTube kanal degan yozuv chiqadi va ссылка berildi bu yerga ko'kardi. Endi mana masalan mana shuni bir marta bossam bu ссылка to'g'ridan to'g'ri mana YouTube kanaliga kirgizadigan ссылка bo'ladi. Shu orqali xohlasa Instagram, xohlasa Telegram istalgan ссылкangizni mana shu yerga qoldirishingiz mumkin mana knopka ko'rinishida. Endi bu men birinchisi hujjat ichiga ссылка bo'lgan bo'lsa, bu ikkinchisi внешний ссылка bo'ldi tashqariga YouTube kanalga va endi bizga yana bir boshqacha ссылка bor. Bu hujjat ichiga ham emas, sayt ichiga ham emas, kompyuterni ichi qurilmani ichiga yo'l masalan. Qurilma ichidagi yo'l. Masalan, bu qanaqa bo'lishi mumkin? Mo'y kompyuterni ochib, mo'y kompyuterman. Ну, mana masalan, просто mana izobrajeniyada skrinshot fayllar bor. Masalan, skrinshot rasmlar bor ekan, shu papkaga kirib olishingiz kerak. Bu papkani yo'li mana bu ikki marta bossangiz mana bu chiqadi mana. Ya'ni S diskda ikki nuqta slash users bu papkalarni ketma-ketligi va mana to'rtta papka ketma-ketligida skrinshot degan yo'l bor ekan. Mana shu yo'l. Shuni Ctrl C da kopiya qilib olaman mana shu yo'lni. Ya'ni shu yo'lni bersam shu papkaga kiradigan bo'ladi. Va Excelga kirib, mana bu joyga yana teng qo'yib gipersilka formulasini yozamiz. Gipersilka ikki marta bosib va qo'sh tirnoq ichiga yo'lini beramiz. Boyagi yo'lni mana s2 nuqta slash user slash user slash picture slash screenshots va nuqta virgul qo'sh tirnoq ichiga yozaman screenshot papkasi. Enter. Screenshot papkasi YouTube kanal degan yozuvlar paydo bo'ldi. Screenshot papkasini bossam, shunda screenshot papkasi ochiladi kompyuterda. Shu ko'rinishda bu joyga masalan yana boshqacharoq berish ham mumkin. Kompyuteringizdagi istalgan papkani ichida, D disk ichidami, C diskdan рабочий stolda hujjat nomini ham yozib qo'yishingiz mumkin. Masalan, hisobot shu yoqda bo'lsa, masalan, o'tgan yilgi hisobot yoki 24-yillik hisobotni deb yozib qo'ysangiz, shuni bir marta bosganda, ana boyagi link bilan mana bundoq bosganda boyagi hujjat ochiladi. Shunaqa ko'rinishda gipersilk ishlatish mumkin. Ya'ni dokument joyiga, YouTube kanal yoki veb saytlarga yoki shunchaki dokument ichidagi jadvallarga. Mana ko'ryapsiz, gipersilka imkoniyati juda ham keng. Turlicha yo'llarda foydalanishingiz mumkin. Menimcha bugungi darsni yakunlasak ham bo'ladi. Agar qanaqa savollar tug'ilsa bersanglar, kommentda javob beraman. Video darsni oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Sog', salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.